Yoshlar kelajagimiz bunyodkorlari. Bugun yurtimizda yoshlarga berilayotgan keng imkoniyatlar, ularning tashabbuslari va ezgu orzularini ro'yobga chiqarish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritamiz. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida Paxtakor tumani yoshlarning tashabbuslari, mehnati va yutuqlari haqida gaplashamiz. Paxtakor tumanida 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 17818 nafar yosh istiqomat qiladi. Bu tumanning umumiy aholisi sonining 21.6% ni tashkil etadi. Yil boshida ishsiz deb qayd etilgan 66 nafar yosh bugun bandlik bilan to'liq ta'minlandi. Prezidentimizning qaroriga muvofiq 620 nafar yoshga 478 gektar unumdor yer maydoni ajratildi. Bugun ular dehqonchilikda faoliyat olib bormoqda. Jarayonlar ustidan yoshlar yetakchilari doimiy nazoratni amalga oshiryapti. Yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun davlatimiz tomonidan imtiyozli kreditlar ajratildi. Jumladan, prezidentimizning 61-sonli qarori asosida 6 nafar yoshga 100 million so'm, 62-qaroriga binoan esa 36 nafar yoshga 1 milliard 387 million so'm kredit mablag'i berildi. Paxtakor tumanidagi Oltinko'l mahallasida 1155 nafar yosh istiqomat qiladi. Ulardan 35 nafari tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan. Yoshlar yetakchisi To'ratosh Qarshiyev tashabbus bilan ularning loyihalari qo'llab-quvvatlanmoqda. Davlatimiz rahbari va yoshlar bilan muloqot har doim yoshlar uchun manfaatli bo'lgan. Yaxshi tashabbuslar ilgari suriladi, yoshlar uchun keng imkoniyatlar eshigi yanada ochiladi. Joriy yilning boshidayoq, ya'ni 14-fevral sanasida prezident va yoshlar uchrashuvi ham ana shunday manfaatli uchrashuvlardan biri bo'ldi. Ya'ni yoshlarimizning tadbirkor bo'lishiga, o'zini o'zi band qilishga va bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Birgina mana shu uchrashuvdan so'ng Paxtakor tumanidagi Oltinko'l mahalla fuqarolar yig'inida ham yosh tadbirkorlarimiz soni keskin ko'paydi. Keling, bugun mana shu yoshlarni qanday qo'llab-quvvatlash ishlari amalga oshirilyapti. Biz mahalla yoshlari yetakchisi To'ratosh Qarshiyevni suhbatga taklif etamiz. Ayni mana shu mahallaning o'zida bugun yoshlar bilan muloqotni yo'lga qo'ygan, ayni mana shu uchrashuvdan so'ng qabul qilingan qarorlar bo'yicha mazmun mohiyatini targ'iboti ham amalga oshirilyapti. Hozirgi kunda biz mahallamizda yosh tadbirkorlar soni keskin oshdi. Bunga sabab prezidentimizning olib borayotgan oqilona siyosatlarini yaqqol misol qilib keltirsak bo'ladi. Shu jumladan 62-sonli qaror qabul qilindi. Yil boshida prezidentimizning o'sha yoshlar bilan uchrashuvida yoshlar uchun juda katta imkoniyatlar yaratib berildi. Tadbirkorlar uchun eshiklar ochildi desa ham bo'ladi. Shu jumladan mana hozirgi kunda o'sha qarorlar natijasida mahallamda 25 ta ortiq yoshlar o'z tadbirkorliklarini yo'lga qo'yib, hozirgi kunda yaxshi daromadga ham kirib boshladilar. 30-iyun kuni ham yoshlarimiz uchun katta imkoniyatlar berildi. Prezidentimiz tomonidan juda ko'p qarorlar qabul qilindi va o'sha tijorat banklari yoshlarga biriktirilib, yoshlar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu qarorda ko'rsatilganidek, mana yoshlar uchun eng kamida 100 million so'mgacha o'zlarining tadbirkorliklarini boshlash uchun kredit mablag'lari ajratilib boshlandi va undan yoshlar oqilona foydalanib o'z daromadlarini, o'z tadbirkorliklarini boshlab daromadga kirishni ham boshladilar. Birgina tahliliy natijalarga qaraydigan bo'lsak, o'tgan yili mahallamda 20 ta yosh tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, hozirgi tadbirkorlarimiz 35 tadan oshdi va o'sha tadbirkorlarimiz yaxshi natijalarga erishib kelmoqda. Yoshlarimiz bugungi kunda tadbirkorlikning qaysi yo'nalishlarini joriy qilishyapti? Mahallada, umuman olganda tumanda. Yoshlarimiz hozir misol uchun Paxtakorda yaxshi rivojlanayotgan tadbirkorliklardan biri qo'ziqorin tadbirkorliklari juda yaxshi rivojlanyapti. Undan tashqari avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish, tikuvchilik, xizmat ko'rsatishning boshqa turli xil sohalarida ham o'z natijalariga erishib kelmoqda. Biz yetakchilarning asosiy vazifamiz yoshlarning bandligini ta'minlash, ularga ko'maklashish, biznes rejalarini qo'llab-quvvatlash va shu jumladan ularga to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, mahallamda ishsizlikdan xoli hududni tashkil qilish. Bu borada prezidentimiz bizga barcha imkoniyatlarni berdi. Biz hammasini joy-joyiga qo'yib, ijrosini ta'minlasak bo'ldi. Shu mahallada istiqomat qiluvchi Sattorovlar oilasida yoshlarga berilgan imtiyozli kredit hisobidan qo'ziqorin yetishtirish yo'lga qo'yildi. Bu nafaqat oiladagi 4 nafar yoshning, balki butun oila vakillarining daromad manbaiga aylandi. Mana bu qo'ziqorinlar sun'iy ravishda bugungi kunda paxtakorlik yoshlar tomonidan yetishtirilyapti. Va aynan bu mana kuz mavsumi bo'lishiga qaramasdan, hattoki buni qishda, bahorda va yozda 4 faslda ham mana shu kichikkina mo'jazgina binoda yetishtirishyapti. Ahamiyatlisi hozirning o'zidayoq mana shu qo'ziqorinning 1 kilosi saralangani 40 ming so'm va keyingi mana ikkinchi terimdagi hosildorlik esa 30 ming so'mdan
olib ketilyapti joyida turgan holda. Buning xaridori ham naqd, uyning o'zidan olib ketishadi. Prezidentimiz berilgan imtiyozdan kelib chiqib, imtiyozli kredit olib, mana shu ishni boshladik. Katta qizim Zohida oldi. Shu bilan uyda bor odam, 4 ta farzandim hammasi shu bilan band. Ko'chaga chiqishga vaqtimiz yo'q. Shuni ichida shu bilan ishlayapmiz. Zohidaga bu g'oyani, bu biznes rejani kim berdi? Men berdim-da. Siz ilgari ham yetishtirganmisiz? Ilgari yetishtirganman. Bundaqasini emas, vishinkasini yetishtirar edim. Vishinkani 3 yil, 4 yildan beri yetishtiraman, faqat kichkina xonada edi. Kattartirib xonamizni, oldin kichkina xona edi, hozir kattartiramiz xonamizni. Shu naviga qiziqdik-da, oldin boshqa navini qilar edik. Sharoitimiz yo'q edi, lekin shunda ham rizqimizni Alloh berar edi. Mana endi kattartirib, xudo xolasa ikkinchi terimimiz tugadi. Bu xudo xolasa ikkinchi, uchinchi terimga tayyorgarlik ko'ryapmiz mana. Mehnati bor-ku, mehnatiga yarasha rohati ham bor-da. Endi necha kun parvarish qilinadi-yu, hosil qachon yig'ib olinadi? Buni 40 kun chaqaloqni parvarish qilganday parvarish qilasiz, 35 kun terasiz. Keyin bu hosildorliga? Ha, 35 kun hosilini terasiz. Xaridorlar qanday? Xaridorlar nasibamizga yarasha Xudoga shukr bor. Hozir O'zbekistonimizda bu qo'ziqorinni endi talabga javob berib, endi hamma iste'mol qilishga o'rganyapti. Shunchalik farzandlarimizga imkoniyat yaratibdi, shundan xursandmiz. Prezidentimizga rahmat.